bilan hozir mana shu arukari archani parvarish haqida yana ozgina gapirib o'tib ketaman. Chunki ko'p savollar kelyapti. Archam qurib qolyapti, baylar tashlab yuboryapti yoki bo'lmasa mana bunaqa joylari buralib qolyapti degan savolga mana hozir как раз parvarishini qilishim kerak edi. O'shani sizlarga bilan birga qilamiz hozir. Archa bizda nimani yaxshi ko'radi? Bu чистый комнатный растение bo'lgani uchun yarim soya joyda рассеянный свет bo'lgan joy yaxshi ko'radi. Sovuqroq xonani 15 yozda 15-20 gradus sovuqlikda turish kerak. Qishda 10 gradusdan tushib ketish kerak emas sovuqligi. Qaranglar, bu namlikni juda ham yaxshi ko'radi. Kuniga bir marta bo'lsa ham havoni nafasiga qarab, biz buni yaxshilab suv septiramiz. Suv sepganda ham muzdek suv emas, iliq suv sepishimiz kerak. Iliqroq suv. Iliq deganda prям iliq emas, no iliqroq suv sepishimiz kerak. Muzdekdan junchib ketadi va rasteniyalar hammasi ham. Yaxshilab buni masalan mana apreskivaniya qilib olamiz. Keyin men masalan haftada 2 marta suv beraman. Olaman tog'ramga, shu legendarniy tog'ramga solaman. Mana o'sha suvim hosilga ko'rinishi uchun men hozir quyib beraman. Mana qaranglar, ko'rsat. Tepa qismi qotib, quruq bo'lib qolish kerak emas. O'shanga mana quyamiz. Chunki archamiz namlikni juda ham yaxshi ko'radi. Haftada 2 marta yaxshilab suv ichsa bo'ldi. Mana qolganini sepib, bu bizga archamiz nima beradi? Havoni tozalab beradi. O'zidan chiqarayotgan nejni havoyani, archani hidi nafas yo'llariga, keyin mana shu asmasi borlarga, keyin tinchlantiruvchi vositaga juda ham foydali anaqa beradi. Keyin buni quriganini ham qatdan bilamiz. Agar sal suvi chanqashni boshlasa, baylari qattimlashadi-da, mana men bu yerdagi tikonlari ham o'zini bermaydi. Agar suv bo'lsa, mana mashlardan ham bemalol ko'tarsangiz yumshoq bo'lib turadi. Men masalan mana hozir bu chanqaganda mana qop-qorong'i xonada emas, lekin issiq xonada emas, salqin joyi juda yaxshi ko'rib, namlikni juda ham yaxshi ko'radi. Agar to'g'ri tushuntirib, sizlarga agar foydasi teggan bo'lsa, men juda ham xursandman. Kommentariyada fikr mulohazalaringizni qoldiringlar va like, podpiskani ayamanglar. Rahmat.